Arnold Fandron İslamni nəhayət öçkürüdügan adam. 2006-yılı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni haqoratlab Fitna degan filmni ishlab taqatgan. Bu film bütün dünyadaki musulmonlarning qarshiligi va nafratiga uchragan. Lekin Arnold Fandron 2013-yılı o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qilgan. Arnold Fandron qandaq musulmon bo'ldi? Agar tafsiloti qiziqsangiz, diqqatingiz filmda bo'lsin. Arnold Fandron 1967-yılı Gollandiyaning Lahay şəhərində Xristiyan ailəsində doğuldu. O aktiv siyasi fəaliyyətçi və Gollandiyadakı İslamni ən öçkürüdügan oңçil, aşqın və radikal partiya bolğan PVV, yəni Erkinlik Küçüyün degan partiyanın muavin rəisi. 2006-yılı partiyadakı aktiv kişilər bilan birləşib Peyğəmbərimizni haqoratlaydigan Fitna degan filmni ishlab taqatqan. Ularning bu filmni ishlashida siyasi maqsadlardan boshqa ularni moddiy jihatdan qo'llayotgan Yahudi lobbichilarning kuchli qo'llashi bor edi. Ular bu filmga Fitna degan Arabcha ismni qo'ydi. Chunki ular kishilarga islomning insonlarni ozdiradigan fitna deb tashviq qilishni maqsad qiladi. Arnold Fandron kichikdan boshlabla islomni o'chkiradigan kishilarning orasida o'sib cho'ng bo'lg'achqa islomni butunlay salbiy tushunatdi. Islomning haqiqiy mohiyatini tushunmaydi. Ular bu filmni ishlab inglizcha, arabcha va gollandiyacha 3 xil tilda tarqatdi. Film tarqalibla butun dunyodagi musulmonlarning qarshiligiga uchraydi. Musulmon ellarda namoyishlar qo'zg'aladi. Chunki bu film Muhammad alayhissalomga butunlay tuhmat qilinib qolmay, haqorat tusini olgan va islomda bo'lmagan ishlarni islom deb tushuntirilgan. Arnold Fandron buncha qarshiliklardan sal binormallik his qiladi. Chunki u biz islomning asli mohiyatini echib tashildik va bu orqali Yevropada tez suratda kengayotgan islomdan kishilarni ogohlantirmaymiz deb o'ylaydi. U bu filmning 2 milliard qiyiqil musulmonning hammasini bearam qilgan qarab o'zining to'g'ri ish qilmaganligini his qiladi. Chunki 2 milliard qiyiqil musulmonning hammasini xatolashi mumkin emas. U filmni islomning asli mohiyatiga zid holda ishlanib qolganligini his qilib, islom bilan o'zi bevosita tunishib chiqish uchun Lahay şəhərdəki sünnət məscidiga berib, məscid imamidan bir qancha suallarni so'raydi va Gollandiyacha Qur'on va payg'ambar alayhissalomning tarixining Gollandiyacha nusxasini talab qiladi. Məscid imami uningga talab qilgan kitoblarni beradi. U dastlabida Qur'onning xato yerlarini tepish va tanqidlash maqsadida o'qiydi. Lekin u Qur'onni o'qigan sari o'zining islomga bo'lgan qarshining 100% to'g'ri emasligini, u hozir qadar to'g'ri islom bilan tunishmaganligini his qiladi. Bo'libmi Sur Nisoning 36-oyatidan 40-oyatigacha bo'lgan mazmunlar uning ilgirki islomga bo'lgan tushunchasini butunlay yo'qqa chiqaradi. Bu oyatlarning mazmuni tuandikicha. Allohga ibodat qilinglar. Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onanglarga, qo'llaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga va yaninglardagi hamrohga, ya'ni savoqdoshga, xizmatdoshga, safardoshga, musofirga va qo'l ostinglardagi cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Alloh taolo cho'ngchi va maqtanchoq kishilarni yoqtirmaydi. Ular bexillik qiladi va bexillikqa buyuradi. Alloh ularga o'z fazlidan bergan narsalarni yushiradi. Allohning ne'matini inkor qilguvchilarga xorlig'uch azobni tayyorladi. Agar ular Allohga va oxirat kuniga ishonsa, Alloh bergan melidan yaxshi yo'llarga sarf qilsa, ularga nima ziyon bo'ladi? Alloh ularni obdan biladi. Alloh zarrachilik hech kimga zulm qilmaydi. Agar bir odamning yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassalab ziyoda qiladi va o'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannatni ato qiladi. U payg'ambarimizning tarixini o'qigandan keyin o'zining naqadar yolg'on va tuhmatga to'lgan bir filmni ishlaganligini his qiladi va buningga pushaymon qiladi. U hech kimga aytmay 1,5 yil Qur'on va payg'ambarimizning hayotini o'qiydi. U garchi islomga kirmagan bo'lsa-mu, uningda Qur'onga bo'lgan qiziqish kundan kunga oshadi va Qur'on o'qiganda uningda bir xil rohat va xotirjamlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Bu his tuyg'u uni islomga undigan eng chong omil bo'lib qoladi. U izdanish orqali oxiri islomga kirishni qaror qiladi va masjidning ishxonasida uningga islomni tushunishda yordam qilgan do'sti Abu Anasning o'gitishi bilan shahodat aytib musulmon bo'ladi. U shahodat aytgan vaqtidagi holatini sifatlab mundaq deydi. Xuddi men bir illiq yipinch kelgandek, birisi mening mo'ramga qo'lni qo'yib, "Amdesam musulmon bo'lding" deb rohat va kuch berayotgandek bir tuyg'uga keldim. Men hayajondan yig'lab ketdim. U vaqtdagi haqiqiy hissiyotimni so'z bilan ifodalay olmayman deydi. Arnold Fandron musulmon bo'lgandan keyin islomga dushmanlik qiladigan o'ngchil partiya PVVdan chekinib chiqadi va do'sti Abduxavloni bilan birlashib Gollandiyaning Lahay shahrida islom prinsipini asos qilgan Birlik partiyasini qurib chiqadi va 2010-yili partiya ichidagi saylamda partiyaning raisi bo'lib saylanadi. Axborot vositalari uning musulmon bo'lganligini so'raganda u javob berishni rad qiladi. 2013-yili u Twitter orqali o'zining musulmon bo'lganligini rasmiy oshkorlaydi. Uning musulmon bo'lganligini uning onasidan boshqa hech kim qo'llamaydi. U shu yili Makkaga hajga berib
berib haj ibodatini ado qiladi va Madinaga berib payg'ambarimizning qabrisining oldiga borganda o'zini nihoyat xijillik his qiladi va payg'ambarimizni haqoratlab ishlagan filmini hayotidagi qarchikit deb qaraydi va bu qarchikitni o'chirish uchun payg'ambarimizni haqorat qilib film ishlagan o'ringa berib o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qiladi va butun dunyo musulmonlaridan kechirim so'raydi. Bismillahirrahmanirrahim. Op deze plek, hier op deze plek, is de film Fitna ontstaan. Op deze plek en onder deze hemel, onder het oog van de wereld, waar iedereen mij kan horen, bevestig ik mijn berouw aan Allah subhanahu wa ta'ala en herhaal ik mijn excuses aan de profeet, vrede zij met hem, en aan de Ummah. En ik getuig voor Allah subhanahu wa ta'ala en iedereen dat Mohammed, vrede zij met hem, de laatste van alle profeten is. Shundaqla o payg'ambar alayhissalomning hayotini aks ettiradigan ko'p qismli film ishlash orqali Yevropa ellarida payg'ambar alayhissalomni to'g'ri shaklda tunishtirishga bel bog'laydi. Uning cho'ng o'g'li Iskandar 1 yildan keyin musulmon bo'lib, ismini Aminga o'zgartirdi. Uning boshqa oila a'zolari texicha musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo ularning islomga bo'lgan ko'z qarashi nihoyat ijobiy. Alloh taolo ularni hidoyat qilgan. Arnold van Dron hozir Birlik partiyasining raisi va Loyiha Belediya majlisi a'zosi, Kanada da'vat jamiyati a'zosi. Shundaqla u hozir maxsus yoshlarni maqsad qilib islom dini tashviqot elib beryapti. Alloh taolo bizning hayotimizning beshini emas, oxirini e'tibor qiladi. Hammamizni islom bilan yashab, islom bilan vafot topgan nasib qilsin. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقف تعالي